Noodatilikni yaxshi ko'radigan qizlar uchun bugun atirgulli somsa qilamiz. Juda ham chiroyli chiqadi. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Nachinkasiga qiyma, piyoz, kartoshkani aralashtirib oldim. Zira va tuzli sovarasizlar tabiiyligiga qarab. Xamiriga menda yufkani shunaqa tayyor somsa xamirlaridan foydalandim. Qavatlari zo'r bo'lib ochilib chiqishi uchun yufkadan foydalanaman. Sababi juda ham slayonli va zo'r og'zingizda erib ketadigan somsa bo'lib chiqadi. Xamirlarni xuddi somsaga qilgandek kesib olamiz va yoyib o'rtasiga nachinkani solib, to'rtta yonini shunaqa kesib olasizlar. Qiymasi bor taraf faqat qoladi va shu videoda ko'rsatgandek qilib bir-birini ustidan shunaqa yopib chiqasizlar. Umuman ochilib ketmaydi. Juda ham oson va juda ham go'zal chiqadigan somsa va uchlarini azgincha ochib olib, chetlariga tuxum va kunjut solib 180 gradusda pishirib olamiz. Hammaga yoqimli ishtaha.